Chugurmalar Xiva xonligida erkaklarning eng asosiy bosh kiyimi bo'lgan. Bu chugurmaning bir nechta vazifalari mavjud. Birinchi eng asosiy vazifasi qishki hamda yozgi konditsioner bo'lgan. Qishda o'z-o'zidan issiq, yozda esa buni kiygan odamning boshi bir marta terlaydi va u yog'ida salqin bo'lib yuradi. Ikkinchi asosiy vazifasi yostiq vazifasini bajaradi. Odamlar dam olgan paytlarda bundan yostiq sifatida foydalanishi mumkin. Uchinchi eng asosiy foydasi bu inson salomatligiga foyda keltiradi. Chunki Xiva shahri Qoraqum hamda Qizilqum sahrolari o'rtasida joylashgan. Ma'lumki, qumli joylarda qum uchishi holatlari yuz beradi va qum uchib inson ko'ziga, qulog'iga kirib zarar keltirishi mumkin. Agar chugurmani kiyadigan bo'lsangiz, bu insonning ko'ziga tushib turadi va natijada ko'zini turli xil shamollashdan va qumlardan himoya qiladi.